Tushimda o'zimni farishtalar makonida ko'ribman. Bir farishta meni aylantirib yurardi. Biz farishtalar bilan to'la xonalar oldidan birma-bir o'tib borardik. Meni boshlab borayotgan farishta birinchi bo'lim oldida to'xtadi va dedi: "Bu qabul bo'limi. Bu yerda Allohga qilingan barcha iltijolar va duolar qabul qilinadi." Men bu xonaga qaraganimda, xona juda ham ko'p farishtalar bilan to'la edi. Ular butun dunyo bo'ylab insonlar tomonidan qilingan duo va iltijolar yozilgan ko'p jildli sahifalarini saralayotgan edi. So'ng biz uzun yo'lak bo'ylab yo'limizda davom etdik va ikkinchi bo'limga yetdik. Farishta menga aytdi: "Bu ijobat bo'limi. Bu yerda insonlar so'ragan duo va iltijolardan saralanganlari ijobat qilinadi." Men bu xonaga qaraganimda ham ko'plab farishtalarga to'la edi. Ular ijobat qilingan duolarni o'rab, yerga, ya'ni tegishli insonlarga jo'natish bilan band edi. Nihoyat biz uzun yo'lakning eng oxiriga yetdik va kichkinagina bir xona oldida to'xtadik. Ajablanarlisi shunda ediki, u xonada bor yo'g'i bittagina farishta bo'lib, deyarli hech qanday ish qilmay bekor o'tirardi. Men bilan kelgan farishta aytdi: "Bu shukr bo'limi." "Qanaqasiga? Axir bu yerda deyarli hech qanday ish qilinmayapti-ku?" so'radim men. Farishta nihoyatda xo'rsinib, xafalik bilan dedi: "Duolari ijobat qilingandan keyin insonlardan juda ham ozchiligi shukr aytadi." "Inson Allohga qanday qilib shukr aytishi kerak?" so'radim men. "Shunchaki alhamdulillah robbil alamin deb aytsa kifoya. Siz tirikmisiz? Demak alhamdulillah deng. Chunki tavba qilishingiz uchun vaqtingiz bor. Siz sog'misiz? Demak alhamdulillah deng. Chunki ibodat qilishga imkoningiz bor. Sizning farzandlaringiz bormi? Demak alhamdulillah deng. Chunki orqangizdan sizga atab duo qilguvchingiz bor. Sizni ota-onangiz bormi? Demak alhamdulillah deng. Chunki sizni bu dunyoda duo qilguvchingiz bor. Siz ibodatdamisiz? Sizni jannatga yetaklovchi ibodatlaringiz bor. Alhamdulillah deng. Istasangiz sizni alhamdulillah deyishga va Allohga shukrona aytishingiz kerak bo'lgan minglab sabablarni sanab berishimiz mumkin. Har soniyangizga alhamdulillah deng. Sababi keyingi soniyasi yo'qlar bor. Azizlar, sizlar sezdingizmi yoki yo'qmi? 7 marta alhamdulillah dedingiz. Mana 8 marta bo'ldi. Allohdan sizga jannatning 8 eshigini ochishini va istaganingizdan kirishingiz mumkin bo'lishini so'rab qolaman. Doim shukrda bo'laylik va alhamdulillah deylik. Yaxshilab sanang, siz 10 marta kamida alhamdulillah dedingiz. Istasangiz sanab ko'ring. Ushbu ibratni o'qib, sizlarga ham ilindim. Sizlar bilan birgalikda har bir shukronalik uchun savob oldim deb umid qilaman. Istasangiz yaqinlaringizga ham yuboring. Eshitib va bizlar bilan birga qaytarib olgan savoblardan sizlar ham bahramand bo'ling. Shunday go'zal, tinch va osuda yurtda yashayotganimiz uchun yana bir bor Allohga alhamdulillah deymiz.